Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube görücüler, жылкы сүйүүчүлөр. Biz бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын достор ушул центрине жакын жайгашкан Бостон деген айылдабыз. Бостондон Юсуп Алвандан ушул Россиядан келген боз бээлер, анан арасында кысырлар да болсо керек. Сиздерге бир толугу менен чыгарылышты көрсөтөбүз. Эгерде жакса келип көрүп, тандап, соодалашып, баалашсаңыздар болот. Биз анда чыгарылыш тууралуу Юсуптан бир кысача мүнөздөмөсүн, канча бээ чыгат, канча тай чыгат сиздерге көрсөтөбүз. Юсуп, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Тынч, Аллага шүгүр өзүңүз. Канча бээ чыгарабыз эми бүгүнкү чыгарылышка? Юсуп. Ака бүгүн 5 та бие. 5 бээ. 2 та тай bitти ака. Скандар деген bir тай чыгарабыз. Скандар деген тай чыгарабыз ба? Мынакей. Мына. Бээлерди эки-экиден көрсөтөлүчү барын алып чыгып байлайсың ба? Юсуп. Аркаларына. Мына ушу боозбу, Юсуп? Боз. Боз, Аркаларын караңыздар. Мына жаныбар азобу дейм, Беркилерди алып чыгар анда, бир барын көрсөтөлү. Юсуп, бул дагы бээби? 3-чү номерде бээ. Айдар, шода. Юсуп, ушундай токтотчу бир көрсөтөлү, бирок ушул жерде, Ушул жерде бир көрсөтөлү. Юсуп, бунун жашы канча эми жерде качкан? 5 жаш, 6 жаш биелер ака. 5 жаш, 6 жаштын тегерегинде биелер, Жаш. Булар тугушу жакын ака. Тугушу жакын. Мына ушу канчанчы карын болуп калат? Кардын дагысы канча болуп калат? 3-чү болуп калат ака. 3-чү болуп калабы? Мынакей достор, бээни дагы тандасаңыздар болот, жакшы бээлер экен. Бу ака булар кеңчилер янда айгыр ям болот ака. Айгыр жакшы айгырдан токтогонбу? Бою канча чыгат эми? Бой ака 1.65, 64-түндө бээлер. 1.60-тын үстүндөгү бээлер экен да? Онан ары чоң. О, наркын кысыр эмеспи могу? Ооба, кысыр. Бир ошо кысыр, Баасын акырын айтасыңбы? Баасын акырын айтасың. Мына достор, 5 бээнин баарын алып чыгып, ушул жерге тиздик. Үчөө жерде экен. Анан кийин мына кара мына жерде. Юсуп эми бээлер тууралуу айткан. Мына бээнин жашы канчада? Ака, bu budiyo moralashbiya. Ma kichina hozir chillarda yotib ana qilib qoldi deyin aka. Bu biya ham aka xudo xolasa bo'g'oz. Bu biya cho'ng biya. Cho'ng biya ekan, Cho'ng biya ekan. Kichina tarab etib bir odam parvarish qilsa xudo xolasa zo'r biyalar aka. Jami kelib, yo'lda yurib. Yo'lda yurib keldi. Bu ham jami kelgan. Boy biyi ekan, 65 mol chiqadi, 65 aşırı çıkıyor. 65 70'e yakın çıkıyor. Başkalarının akaları. Bunlar boz, Bunlar boz. Boğaz. Bitti buna tukar. Buna tutup Bana söylüp kaldı. Anday buna yerde. Yerde kaşka. Yerinde kutup kaldı. Yerini salıp kaldı. Bu bir yavaş zor bana biraz. Arkalarından paraysan gitti. Maşallah. Жақсы бей іздегендерге. Мына жердечи? Bu жерден boğaz. Aka ona kichiklar yerler. Бұл да жерин салып коюп тур, Bu bir yakara uzunluğu sındarın aka. Сыны узундугу. Машалла. Денсаулыктары жеп ичиши. Жеп ичиш камы Кудай кааласа зор aka гарантия. Так. Çoğun yer aka. Ana dostlar. Мына бээнин аркасын көрөйүн деп атканбыз. Эми бээлердин баалары кандай айтылат, Юсуп? Маяктан битте алып. Оттуп кепте көрсөтүп коюшат. Ага, bu yerda aksiya baho bo'ladi aka. Aksiya baho bo'ladi, Ova, aksiya baho bo'ladi. Biz uni senapena qo'yamiz aka. El baraka topib foyda qiladigan qilib beramiz aka. Degan odamni qaytardingiz. Bunda bu yerlarni qarang. Biz zaraqda bir olib qo'ying.
Aha. Bular kichkina aka qasib tozalab jaylovga dab qo'yib o'rta bo'ladi. Jaylovda jura turgan beyler ekan, o'zi negiz, ha? Ova. Bari sindor beylar aka. Buni bu yana qarang, jego qo'ziga o'xshaydi aka. Maşallah, cho'ng bey ekan. Qasqasi zo'r aka. Buni sal qonliydilik aka. Bu safsim chiroyli edi aka, bu kichkina işte nima bo'lib turdi, o'ynab turdi, ha? Jatib turdi. Beshovning bahsi optimum aytilavchi, har birini birdan aytcha o'zi. Har birini bizda aka el foydalansa bo'ldi aka. Ha. Keladi, ko'radi, so'ragan odamga beramiz aka. Aha. Biz unda 500 ming, 400 ming deymiz aka. Ha. Bozor narxida sotamiz. Ha, qancha deysiz? Endi bozor kelishim bo'ladi, so'raganiga beramiz aka. Ya bahsi aytiladi? Bahosimi? Bahosi aka kelsa aytamiz. O'zimdan qo'lcha qarmoq savdo qilsa, yengil yurgizamiz aka. Sof. O aka. Bahosini aytmasak uka, eldi bilasin ham, birov kelib qimmat aytib qo'ysa, so'ray olmay qoladi-da. Bitta mana bu yerga ko'rsating. Ha. Buni orqalarini son go'shtlarini qora aka. Ha. Bitta zo'ridan aytay, bitta qachag'idan aytay. O'xsha bundan boshlab bundan deyiver. Aka 300 mingdan 200 minggacha bu yerda. 200 mingdan 300 ming so'm o'chayin, ha? Tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi. Boylari Garanta 1.60 ning usti. Boylari bir mononiki 67-68 chiqadi. Moniki Slobodni 65 oshiqroq chiqadi. Bu yerda kichkina biya yo'q aka. Kichkina biya yo'q ekan. Cho'ng biyalar ekan do'stlar. Bunaqa 200 ming so'mdan boshlab 300 ming so'mgachayin anan kami so'z turda bo'ladi ekan. Aytilgan bahosidan kam bo'ladi. Savdolashib, bog'lashib beylarda o'sha jazg'amal beynin yaxshi bey izdeganlar uchun kelib ko'rib tanlab olsangizlar bo'ladi ekan. 15 kun 20 kundan keyin xudoxolisi tug'ishi yaqinlashib qoladi aka. Yaqinlab qoldi. Bunga mos qoldi. O'rozdan keyin, ha? Aka o'tchim bo'lganda kichkina ushlab turar edik. 20 kun, 1 oydan keyin aka bular tug'ar edi. Mo bu yana qarasangiz aka, jo'voshlik. Rossiyadan kelib shu uyda turadi-da, mayso. Ova, keldi aka, benzema bo'ldi kelganda. Yaxshi. 200 ming so'mdan boshlab 300 ming so'm tegaragida aytilgan bahosdan kam bo'ladi. Savdolashib, bog'lashib olsangizlar bo'ladi ekan. Yusuf, toylarni ko'rsatib onda. Aka, hozir ikkita toy bor. Keyin bitta Iskandardaqa bir jash o'zimizda enchi toy bor. Aha. Kattagina olchali. Mana do'stlar, beylerdilar Qoraqalpog'iston arasida bunday yaxshi o'spirim toylarda kelibdir. Rossiyadan kelgan toylar. Bularda ko'rsatib o'tamiz do'stlarga. Beylerning janida turadi. Yusuf Qoraqashqa chiqib qoldi, ha? Buldagi ushul beyler men cho'g' keldimi? Ova, cho'g' kelgan aka. Birga kelgan. Mana furada kelibdir. Orqasida quyruqlaridagimday biroz ham bortqa bunday tiyib, qirilib netgan yerlari bor ekan. Yeme o'spirimning jashini ayt, Yusuf. Jashi aka 2,5 yosh. Jazg'a shunda 3 yosh bo'lib qoladimi? Jazg'a 3 yosh bo'ladi. 3 yosh bo'ladi, ha? Jonivor ama taqa ko'ralik. Yo'q. Olgan odam meni yurutayotgan, ha? Ova, lekin jo'vosh aka. Ha, jo'vosh. Bo'yi qancha chiqadi, Yusuf? Aka bo'y 1.60 o'zaro bo'lsa kerak. 1.60 dan usti chiqadi, ha? Densolug'unda ayib yo'qmi? Yo'q, aka, lekin buni qarchig'alarini qildi, bu kichkina ariqda. Ariq ekan haqiqatda. Bu ham ko'rasiz. Haqiqatda ariq ekan. Qashqalarini qora. Qora qashqa maşallah. Yaxshi o'spirimiz deganlar uchun. Anan sinida bu jonivor jem deyim jeb boshladi u? Ova. Jem jeylakmi? Yo'q, jem degan yo'q aka. Ular ham Rossiyadan keldi-da. Rossiyadan keldi. Yaxshi. Qora qashqaning bahosini qancha qo'yasiz? Bahosi nima? Bu kelishim bahosi aka bu. Ha bu. Shuna yurgizsin. Shuna tuz yurgizlar, ha. Mana aka. Bu qora qashqani bunday kelib ko'rib, beyler tomosha qilgancha yaxshi o'spirim so'rasangizlar Yusufdan. Qaytar. Yaxshi o'spirim so'rasangizlar shu qora qashqanda olib chiqib beradi. Anan bunun bahosin kelishim bag'da so'rayverasizlar. Bahos aytdilar, Yusuf o'ylanib keldingmi? Yo'q, aka, bularni biz sotamiz aka. Sotamiz, ha? Kelishim bag'da, ha? Yaxshi. Daha bir ikinci tay var ha, budan sıkar, ha? Erkek tay. Al çıkar getdik. Maşallah. Mana aka. İkinci nomerdagi erkek tayımızda kelishgan to'g'ri qashqa. Ya shunun bahosini aytamizmi? Hech bo'lsa, nima? Yusuf. Foyzi bir yaxshi oling-da.
Birinchi alın degin ha. Ha. Mana aka, jash turali aytaver. Jash aka 2,5 jash bular. Buldagi bishti deydi ha, jazga. Mana aka do'stlar. Qo'ydi qora aka. Mana aka. Aka siz qayra so'ramang. Bularni aka senasini kelishib qo'ydi qilib beradi. Ha, kelishim bormi? Ova. Sabab bu tosh seni ko'rganda bizga mancha degin, bu yerda mancha debsan degan so'z bo'lmasin aka. Kelib qo'l deb qormaganga bor baraka aka. Mo'yni osh uzun ekan ha? Ova, qo'ydi qora. Mo'yni osh uzun. Ko'krak muchog'ining keng ekan. Tak, jonivor. Bo'yi qancha chiqadi? Bo'y aka 1,65 chiqadi buni. 1,65. Ova. 1,65 mana aka. Bahası kelishim bor. Mana shu beylerni ko'rguncha kelib ko'rib, savdolashib, bog'lashib olaverasizlar. Densolig'ida ayib yo'q ha? Yo'q aka, hamma. Jo'shtigi jo'sh ha? Oyoqlari hamma yo'g'i zo'r aka. Tak, qashtir. Mana aka do'stlar. Mana aka. Yaxshi o'spirim qilmaganlar uchun, qarang deganlar uchun. Keyingiga Iskandar degan bor deding. Iskandar degan bir toyimiz. O'shani kutibman-da. O'shani olib chiqsana. Yusuf, hayvanati qandaylar buning? Aka buni hayvonat Iskandar. Iskandar. Ova. O'sha mashlarning liniyasi o'tadi. Qarasa So'rdan ekan ha, mo'yni osh uzunduq ha. Mo'ynini qara, go'shtlarini qara. Bu o'shanda parodasi danchak bo'lib qoladimi? Ova, budiyoman danchaga o'rnash. Video bilan danchak aralash. Ova. O'zi o'xshab ketadi ekan, o'xshaydi ekan. Biya desangiz ham bor, 2 jash desangiz ham bor aka. Manaqa kuchli toylar bo'lsa bor. Bu Iskandarning o'shanda jashi jazga 2 bo'lib qoladimi? Yo'q aka, jazga 1 jash. Buni sheriklaridagi bor. Bu jazga 1 ishar bo'ladi ha? Ova, puli deb kelingan aka. Hech qayerda bunday effekt yo'q ha. Haqiqatda. Otarini qara. Ana maşallah. Maşallah Iskandar deb bir yaxshi o'spirimiz deganlar uchun ekanda Yusuf ha. Ova aka. Tishini ochsaq bu bo'ladi, ochsa. Tishini arzonroqda. Tak. Aka bular jash ishan ishda ha? Yusuf ha? Aka buni dunlarini ham qara o'zi. Va. Mo'ynini qara. Haqiqat jashi jozga 1 ishar bo'ladi ekan. Ananaligi bilganlar, sindag'anlar bu taraflarında görsanizler bo'ladi. O'riktori dag'i chiqilgan ekan deysiz. Maşallah. Toy super aka. Boyu 1,60 ga yaqin chiqadi ha? Yo'q, 1,60 pastroq buni. Endi qo'linda endi. 55 bormi? Ova, shunda. 55 bor ha? Go'shtlarini qarasa. Maşallah. Iskandardagi havas qilib buni ham Iskandar deb qo'yibdi. Iskandarday bo'lguday. Ova, buni qarasangiz. Iskandar singari bilan shunday qilib yuradi aka. Maşallah. Bu bir kim olsa da birovga bir cho'ng shans da. Agarda kelishib qolib, bosi kelishib olib qolsangizlar inshaalloh jazga 1 yashar ekendigi aniq ekan do'stlar. Bilganlar bunday ko'rib sindab qo'ysangizlar da bo'ladi. Aka, endi mana chet odamdan odam chop qoladi, juda kuchli zo'ri bor desa sheriklari bor aka. Boshqa dahshatlari bor. Shundaylardan bor bu dag'i? Ova. Yaxshi. Prosta el aka jaxsini olib qolib, zamonini sotasan deganiga yuklamda bizdan chiqarib qo'ydikda, buni sheriklaridagi bor. Kelsa ko'zmay ko'rasiz aka. Yaxshi. Iskandar deb dag'i inshaalloh No'qotdan bir tay chiqadi ekan anda. Ova. Inshaalloh. Bosi kelishim bor. Ova, kelishim bor aka bular. Toyga qarab beradi, aka elga qarab beraveradi. Elga qarab beraveradi. Yaxshi, savdolashamiz, bog'lashamiz Yusufboy. Onda kelgan klientlar yaxshi jo'natib ekan ha? Inshaalloh. Bardig'idan bor aka.